Nima? Yana paypog'ingni pul sen to'yasanmi yo'qmi? Yo'q, men tiqqan yo'q, ularga qayerdan keldi? Nima bilmaysan? Paypog'ingga birov pul qistirmagandir? Nima qilaman? Bilmayman. Unaqa umuman korrupsiyaga yo'l qo'ymalaring bu yoqda. Bo'ldi. Bu nervimay? 1000 so'mga tegma, pul chaqirab. Nega qarang? Ha. Dilbaxshini qanday qilib qo'y? Ha? Men senga aytdim-ku, ertadan o'rtakash polni o'zingsan, tushundingmi? O'zi borki, men undan yaxshi aytaman. Men qara, men ancha kuchayib ketdim, endi men umuman pul taxlamayman. Tushundingmi? O'zlaring polni bosasizlar, tushundingmi? Dilchatga aytib yurmanglar, chaqirib yurmanglar. Yorib tashlading dedim-ku, bo'ldi. Mendan yaxshi qolmadi. Eshitdim. Dilbaxsh kim? Dilbaxsh kim? Eshitdim. Dilbaxsh. Dilbaxshi yo'q, Dilbaxshi ustozginam, Dilbaxsh. Keling qani. Keling. Eshitdim hammasini, eshitdim. Juda chiroyli bo'lgan, nima eshitdim? Gaplashmasak bo'lar ekan sen bilan. Men to'yga chiqadim, bo'p qolsin. Menga qara Dilchat, asabimga tegma, sabablari